Assalomu alaykum hammaga, qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlarga ajoyib daraxtimiz bor. Shuni tanishtirib o'tamiz. Skumpiya degan daraxtimiz mana shtampoga qilingan. Buni o'ziga xos xususiyati bargidan hid berib turadi. Bargidan juda ham bo'lakcha hid chiqib turadi. Rayhonni hidiga ham o'xshash bitadi. Skumpiya daraxtimizni mana shunday holatda shakl berilgan. Buni hozir ikki xil rangi bor, qizili, mana bunday sariq ko'k rangda bo'ladi. Barg 3 talik qilib shakl berilgan. Mana shunday holatda landshaftga qo'ysa bo'ladi, yo'l bo'ylariga eksa bo'ladi. Bu bo'lakcha bir yangi daraxtimiz, chet eldan kelgan. Ko'paytirib katta qildik. Mana shunday holatda shakl berganmiz. Bu juda ham chiroyli gullaydi. Buni ekishinglar tavsiya qilamiz. Juda ham bizni iqlimga mos daraxt hisoblanadi. Pustarnik asosan. Bizni klimatga mos. Issiq mana hozir 45 даже 45 dan ham o'tyapti gradus, lekin mana barglari juda ham chiroyli holatda turibdi. Umuman issiqqa yaxshi chidam beradi. Sovuqqa ham yaxshi chidaydigan daraxt. Umuman sovuq ta'sir qilmaydi. O'zbekistonda qo'shni davlatlarda har qanday regioniga bemalol ekishinglar mumkin. Skumpiya daraxt. Mana barglari juda ham chiroyli, bo'lakcha gullaydi. Gulini ham hozir rasmini qo'yib o'tamiz. Ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda periskeletlarimiz bor. Mana shamshotlar, bular qishin yozin baytashamaydi. Mana shunday holatda turadi. Bularda har xil rangi bor. Mana Bravo degan sorti mana. Bu yerda goldlarimiz, mana knijniy tuya gold deb qo'yadi. Bular ham och sariq bo'ladi rangi. Bu ham chetdan kirib kelyapti hozir bu archalar. Bizi klimatga mos archa hisoblanadi mana. Yashnab turibdi hozirgi issiqda. 45 gradus issiq bo'lishiga qaramasdan hech qanday muammo yo'q. Juda ham chiroyli holatda turibdi. Shamshotlarimiz ham mana shunday. Shamshotlardan yo'laklarga devor qilsa bo'ladi. Landshaftga qo'ysa bo'ladi. Qishin yozin baytashamaydi. Bu esa mana qizil rangi. Qizili ham, barglari ham juda ham chiroyli mana. Gulini endi aytmasak ham bo'ladi. Guli ham juda ham chiroyli bo'ladi. Kimga mana shunday manzarali pustarnik daraxtlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Buni asosan ayollar juda ham sevib olishyapti. Barglari chiroyli, ham ixcham daraxtlik uchun ko'proq ayollar ko'rib bilan shunga yopishadi, shu skumpiya daraxtiga. Buni har xil shakl berib tarbiya qilsa bo'ladi. Daraxt simon qilib o'stirsa ham bo'ladi. Lekin mana bunday shtamp holatda ushlab tursanglar ham bo'ladi. Shapka qilib. Mana. Qadrli yurtdoshlar, videoga like bosib, ushbu videoda landshaft qilmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Like bosish esdan chiqmasin.